Tog' echkisi. Xush kelibsiz mening kanalimga. Sizlar bilan Sulviya va biz sizlar bilan 22-dekabrdan 28-dekabrgacha bo'lgan обща energiya tendensiyasini ko'rib chiqamiz haftani. Boshladik. Обща energetika, ogohlantirish va maslahat. Обща energetika shundan iboratki, siz o'zingizni qo'ygan maqsadlaringiz sari oldinga intilyapsiz. Kimdir o'qish boshlamoqchi bo'lsa, o'qishga ketadi. Kimdir qanaqadir yangi ish boshlagan bo'lsa, yangi ishda ishlaydi, o'zining sohasida ishlov olib boradi. Kimdir agar bironta yangi inson bilan tanishgan bo'lsa, o'sha yangi insonni o'rganib chiqish holati yuzaga kelishi mumkin. Va lekin buni yana bir narsani bilish kerakki, bu holat tez emas, sekin-sekinlik bilan rivojlanib boradi. Xo'p, ogohlantirish. Ogohlantirish shundan iboratki, siz qanaqadir agar ayol bilan o'zingiz tanishayotgan bo'lsangiz, o'sha ayolga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki balki bu ayol sizdan qanaqadir e'tibor kutayotgandir. O'sha e'tiborni bermayotgandir siz yetarli darajada o'zingiz bilan ovora bo'lib. Shuning uchun e'tiborliroq bo'ling va bu hayotda o'sha suv burchiga ega bo'lgan ayollar sizni hayotingizda o'sha haftada rol o'ynashi mumkin. Bular qisqa chipaqa, suv burchidagilari chayon va baliq bo'lishi mumkin. O'sha insonlarga o'ziz bilasiz, ularga romantika juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun romantika esdan chiqmasin, ogohlantirish. Xo'p, maslahat. Maslahat shundan iboratki, qanaqadir uncha mos kelmagan xitri xod qilmang. Chunki bu ayolni ranjitib qo'yishingiz mumkin, agar o'sha ayolga sevgi izhor qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa bir yangi ish boshlamoqchi bo'lsangiz, o'sha ayolga munosabatingizni qanday desam, chestный o'yin olib borish kerak, tushunyapsizmi? Agar noqonuniy ishlar qiladigan bo'lsangiz, yaxshilikka olib kelmaydi. Ehtiyot bo'ling, tog' echkilari. Izohda o'zimni YouTube kanalimni silkasini qoldiraman. Iltimos YouTube kanalimga ham a'zo bo'ling. Men uchun bu muhim. Paka-paka.